Agar siz Instagramingizda shu birgina narsa bo'lsa, siz hatto dollarda ham millionerga aylanishingiz mumkin. Bu nima ekan deb qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Men sizga hozir javobini aytaman. Aytgandan keyin siz bu narsani men bilardim, oddiy narsa deb o'ylashingiz mumkin. Lekin videoni oxirigacha ko'rsangiz, men nimani nazarda tutganimni tushunib yetasiz va buni qanaqa qilib amalga o'zingiz oshira olishingizni o'rganib olasiz. Xo'p, bu albatta shaxsiy brend. Ya'ni hozirgi paytda ko'pchilik biladi, shaxsiy brend bu Instagramda o'zini tanitib, ya'ni shaxs sifatida, inson sifatida profilni yuritishga yetiladi. Hozirgi paytda mana Anvar Abduqayyum, Murod Nazarov, Jahongir Ortiqxo'jayev, Amira Rashidova, misol uchun mana shu insonlarni aytadigan bo'lsam, oramizdan ko'pchilik taniydi, to'g'rimi? Bu insonlar shaxsiy brendi ustida juda ham ko'p ishlagan insonlar. Uspeshli insonlar desak ham bo'ladi. Va ularni daromadini asosiy qismi, ya'ni manbai, sababi deymizmi, bu shaxsiy brendga borib taqaladi. Shaxsiy brendning asosiy vazifasi nima? Shaxsiy brend birinchi navbatda obunachilar bilan sizni kuzatadigan insonlar o'rtasidagi ishonch ko'prigi, Va undan keyin o'sha yangi odamlar, yangi maqsadli odamlar, klientlar, to'g'rimi? Ya'ni sizdan sotib olishi mumkin bo'lgan o'zingizni shaxsiy qanaqadir bitta okrujeniyingiz, krugingiz desak ham bo'ladi. Bugungi videoda o'rtoqlar sizlar bilan aynan shu shaxsiy brendni qanaqa qilib qurishni o'rganamiz. Siz qanaqadir sohada mutaxassis bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Doktor bo'lishingiz mumkin, dizayner bo'lishingiz mumkin, ingliz tili o'qituvchisi bo'lishingiz mumkin yoki menga o'xshab SMM mutaxassisi bo'lishingiz mumkin. Qanaqa qilib mana shu o'zingizni sohangizni yoritib, Instagramda shaxsiy brend egasiga aylanib va daromadingizni oshirishi bugungi videoda sizlar bilan gaplashamiz. Agar oramizda kimdir meni tanimaydigan bo'lsa, o'zim haqimda qisqacha aytib ketaman. Meni ismim Abror Ahmedov, o'zim O'zbekistondagi eng katta SMM agentliklaridan bittasini asoschisiman. Hozirgi kungacha meni 500 ga yaqin loyihalarni yuritdik, shaxsiy brend bo'yicha biznes loyihalar yuritdik, har xil insonlar bilan ishlab, mana shu 8 yil davomida yig'gan tajribalarimni sizlar bilan bugungi videoda bo'lishmoqchiman. Va bu video 8 ta darsdan iborat bo'lgan meni bepul kursimni bitta qismi. Xabaringlar bor, men YouTube sahifamda SMM bo'yicha bepul darslar joylab boraman 8 ta eng muhim mavzularda va bugun 7-mavzuyimiz, ya'ni eng muhim mavzulardan bittasi shaxsiy brend mavzusi. Qanaqa qilib shaxsiy brend quriladi va shaxsiy brend orqali qanaqa daromadga chiqish mumkin. Ushbu mavzu haqida gaplashamiz. Unaqada tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Birinchi mavzuyimiz bugun sizlarga shaxsiy brendning 11 ta eng muhim elementlari haqida sizlarga gapirib beraman. Unaqada kelinglar boshlaymiz. Birinchisi bu maqsad va qadriyatlarni aniqlash. Blog asosiy mavzusi nima bo'ladi? Chunki siz shaxsiy brend yuritishni boshlaganingizdan keyin bitta sohada yo mutaxassis bo'lishingiz kerak yoki o'sha sohani yorituvchi inson bo'lishingiz kerak. Ya'ni odamlar sizni ismingizni aytganda nima bilandir assotsiatsiya qilish kerak. Например, Jahongir Ortiqxo'jayev deyishsa, Akfa. Meni hayolimga Akfa keladi. Yoki Toshkent shahrini oldingi, ya'ni buvshiy deydi-yu, buvshiy hokimi. Menga misol uchun mana shu ikkita narsa hayolimga keladi. Murod Nazarov deydigan bo'lsa, uylar, to'g'rimi? Недвижимость, Murod Buildings hayolimizga keladi. Xuddi shunaqa narsa. Ikkinchisi, odamlar nimaga sizni kuzatish kerak? Ularga siz nimadir berasizmi? O'zingiz hayotingizni ularga misol qilib ko'rsatasizmi? Nimadir foydali ma'lumot berasizmi? Shu sababni o'ylab topishingiz kerak. Qanaqa muammolarni hal qila olasiz? Ya'ni o'zingiz blogingiz orqali odamlarda qanaqa muammolar bor, o'sha narsalarga yechim bera olasiz. Shuni aniqlab olishingiz kerak. Va to'rtinchisi, bu qisqa va uzoq muddatli maqsadlaringizni aniqlab olish. Ya'ni bu nima degani? Hammani o'zi blog yuritishdan qanaqadir maqsadi bo'ladi. Kimdir misol uchun shunchaki tanilmoqchi, kimdir daromad topmoqchi, kimdir kurs sotmoqchi, kimdir mijoz olmoqchi. Shu maqsadingizni aniqlab olsangiz, har bitta maqsad uchun chunki alohida strategiya qo'llashingiz kerak bo'ladi. Bu narsani siz oldindan bilishingiz kerak. Tushunarligi? Keyingisi, ya'ni ikkinchi qismimiz auditoriyani o'rganish. Auditoriya qanaqa o'rganiladi? Sizni kuzatadigan insonlar. Ular kimlar? Jinsi, yoshi, shahri, qiziqishlari qanaqa, ya'ni demografik, psixografik, geografik ma'lumotlarni siz bilishingiz kerak. Ya'ni maqsadli auditoriya deydi-yu, aynan shu narsa. Sizning maqsadli auditoriyangiz kimlar bo'lishi kerak? Masalan, mendan so'rasangiz, maqsadli auditoriyangiz kim desangiz, menda ikki xil maqsadli auditoriyam bor. Biri bu 25 dan tepa bo'lgan insonlar, 25 dan 50 yoshgacha bo'lgan insonlar, tadbirkorlar yoki shaxsiy brend egalari, qanaqadir soha mutaxassislari. U insonlar mendan SMM xizmatini sotib oladi. Ikkinchi turdagi mijozlar bo'lsa, ya'ni bu o'sha shogirdlar, o'quvchilar. Ular ko'pincha holatda 30-40 yoshgacha bo'lgan insonlar. Ular misol uchun qanaqa soha mutaxassisi bo'lishi mumkin, o'zini SMM sohasini o'rganib, o'zini sohasini ko'tarmoqchi bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Yoki SMM sohasini o'rganib, daromadga chiqmoqchi bo'lgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni men bu narsani bilganim uchun shu insonlarning muammolarini hal qiladigan yechimlar
chiqarishim kerak, ya'ni videolar chiqarishim kerak. Tushundingiz? Xo'p, uchinchisiga o'tadigan bo'lsak, bu endi profilni professional ko'rinishda tayyorlash, ya'ni vizuallari. Birinchi navbatda profil rasmini tanlash. Shaxsiy brend yuritgandan keyin imkon qadar sizni o'zingiz yuzingiz yaqindan ko'ringan, professionalniy, kerak bo'lsa rubashkalarda tushgan, chiroyli, intelligentniy rasmingiz bo'lishi kerak. Yuzingiz bittada uzoqdan ko'rinib turishi kerak. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, qisqa va mazmunli bio yozishingiz kerak. Ya'ni Instagramingizga kirganda nima ma'lumotlar bo'ladi? U ma'lumotlarga nima yozaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, asosan siz kimligingiz, profilingizga kirgan odamlar nima oladi o'ziga, yutuqlaringiz, shu narsalarni yozib qo'yishingiz mumkin. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, umumiy vizual, ya'ni dizayni. Videolaringiz bir-biriga mosligi, bir-biriga bog'liqligi, ularning ranglari, ularning vizuallari, obloshkalari bir-biriga imkon qadar yaqinroq bo'lishini maslahat beraman. Chunki kirgan odam ham ko'rganda mazza qiladi. Ranglar bir-biriga mos bo'lib, sachitatsiya qilib tursa, chiroyli ko'rinadi bu narsa. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, havolalar, ya'ni ssilkalar qo'yish mumkin Instagramga, ko'pchilik biladi. Ma'lumot misol uchun, aloqa uchun. Например, mana SM xizmatlarim bor, SM agentligim bor va o'zim profilimga kiradigan bo'lsangiz, Core Digital deb turib, agentvamning Instagram sahifasini kiritib qo'yganman va undan tashqari agentligimning veb-saytini ham havola sifatida profilimga qo'shib qo'yganman. Ya'ni profilimga kirib, odamlar o'sha ssilkaga o'tsa, bemalol ro'yxatdan o'tishi mumkin bo'ladi va bizani adminlar telefon qilib SM xizmatimizni sotadi. 5-si highlightlar, ya'ni aktualnilar. Aktualnilar обязательно bo'lishi kerak shaxsiy brend bo'lgandan keyin. Chunki siz shaxsiy brend bo'lganingizdan keyin odamlar sizni tarixingizni bilishi kerak va bu narsaga o'zligi qiziqishni boshlaydi. Masalan, Murod Nazarov qanaqa kelib chiqqanini biz bilamiz. Ortiqxo'jayev va mana to'g'rimi, juda ko'p mana shu shaxsiy brendda kuchli bo'lgan insonlarni biz o'tmishlarini bilamiz va qiziqamiz ham, bilmasak ham. Bilishga harakat qilamiz. Va aynan shu aktualnilar shu narsalarni yoritib berishga, bilib berishga yordam beradi. Sababi aktualnida siz 4 yil, 5 yil, 10 yil oldin qo'ygan istoriyalaringizni ham hatto saqlashingiz mumkin. Bu orqali odamlarga siz oldin qanaqa holatda bo'lgansiz ko'rsatib borishingiz mumkin. Demak, vizual bo'yicha tushunib oldik. 4-si content strategiyasini ishlab chiqish. Haftada necha marta post chiqarasiz? Qaysi turdagi kontentlarni tayyorlashingizni aniqlab olishingiz kerak. 1 oylik yoki 1 haftalik content plan ham qilib olishingiz kerak. Content plan degani o'sha 1 oy davomida qo'yiladigan, masalan, mavzularingiz, reelslaringiz. Tayyor ssenariy bilan yozasizmi, mavzularni yoza olasizmi, o'ziga udobniy holatda yozishingiz mumkin. Va nechta post qo'yishim kerak degan savolga nima deyishim mumkin? Imkon qadar ko'proq qo'ying, faqat ko'proq qo'yganda ham sifatli content qo'ying. Lishbi songa ishlab sifatini yo'qotib qo'ymasligingiz kerak. Lekin agar siz sifat bilan sonni birlashtiradigan bo'lsangiz, qolganlarga qaraganda tezroq rivojlanasiz va tezroq obunachi to'playsiz. 5-siga o'tadigan bo'lsak, obunachilar bilan faol muloqot qilish. Обязательно bu narsaga katta e'tibor berish kerak. Kommentlarga doim javob bering. Direktlarni javobsiz qoldirib ketmang. Doim ular bilan muloqotda bo'ling. Bu sizga loyalni, ya'ni sodiq auditoriyani yaratishga yordam beradi. Misol uchun men har kuni o'zim uchun kechqurun vaqt ajratib qo'yganman. Uyga borganimdan keyin 1 soat, yarim soat ichida Instagramga kelgan barcha SMSlarga, kommentlarga imkon qadar javob berib o'tiraman. Va o'sha insonlar har doim menga Abror aka, rahmat, javob berasiz, kibrlanib ketmagansiz degan xabarlar keladi. Qaysidir ma'noda o'sha xabarlarni o'qib xursand bo'laman o'zim ham. Shu odamlarga yozyapman, javob qaytaryapman, vaqt ajratyapman va bu narsadan odamlar xursand bo'lyapti, qaysidir ma'noda manfaat olyapti. Bu narsa ham savob, ham odamlar orasida ham sizga bo'lgan ishonchni oshiradi. 6-siga keladigan bo'lsak, bu hamkorlik va networking qilish, ya'ni oddiy bizning o'zbek tilida aytganda tanish bilish deydi. Sohangiz bo'yicha boshqa shaxsiy brend egalari bilan albatta muloqotda bo'ling, hamkorliklar qiling, qanaqadir birgalikda reelslar ishlashingiz mumkin, qanaqadir g'oyalar o'ylab topishingiz mumkin. Mana men mana shunaqa narsani juda yaxshi ko'raman, ko'p qilib turaman. Oxirgi qilganlarimni YouTube sahifamda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, Ahror Yorqulov bilan qildim, bloger bilan birgalikda mana misol uchun bir kunim qanaqa o'tadi degan video ishladik. Har xil unga men savol berdim, menga u savol berdi. Ya'ni qiziqarli formatda o'tishga harakat qildik bu narsani. Aynan shu narsa ham auditoriya zerikib qolmasligiga yordam beradi. Bu birinchisi va ikkinchisi bu auditoriya almashishga yordam beradi. Ahrorga obunachilar menga o'tadi, men obunachilar Ahrorga o'tishi mumkin. Ya'ni auditoriyas yana ham tezroq rivojlanadi. 7-si auditoriyani qiziqtiruvchi yangi kontent formatlarini ham albatta sinab ko'ring. To'g'ri, bitta kontent sizda yaxshi ketsa, o'sha kontentni ko'proq marta qaytarganingiz yaxshi. Bu trendda bo'lish degani va o'sha bittagina kontent orqali siz ko'plab obunachi yig'ib olishingiz mumkin. Lekin bitta narsani qayta qilaversangiz, odamlar tez zerikishni boshlaydi. Ya'ni siz bitta fonga o'tirib olib, mana shunaqa chiroyli fonda ma'lumot beraversangiz, odamlar bundan zerikadi va sizdan yangilik kutishni boshlaydi. Meni ham YouTube sahifamga kirib, yaxshilab analiz qilib chiqsangiz, men hamma videolarimdan faqatgina ismim haqida emas,
Orasida shaxsiy rivojlanish haqida gapiraman, uylanish haqida gapirganman, o'zimni hayotimni ko'rsatganman, mashina olganimni ko'rsatganman, ofis olganim, ya'ni har xil jarayonlarni ko'rsatib boraman, чтобы meni kuzatuvchilarimga nimadir qiziqarli narsalar, yengilliklar bo'lsin deyman. Bu narsa ham sizni auditoriyangizni sizga bo'lgan qiziqishini ortishiga yordam beradi. 8-si akkauntni doimiy aktiv yuritib borish. Storieslar, reelslarda doimiy kontent joylab boring. Ko'pchilik aytadi, to'g'rimi? Sifatli kontent bo'lish kerak. Har kuni qo'ymasang ham asosiysi sifatli bo'lsin. Bir oyda bitta chiqsa ham. To'g'ri, lekin naskолько sifatli? Masalan, siz mana YouTube'da Subyektivni ko'pchilik biladi, to'g'rimi? Yoki Jamshid Ziyoxonov hozirgi paytda bir oyda bitta kontent chiqishi mumkin. Даже 3 oy, 4 oyda bitta kontent chiqishi mumkin, lekin u katta video bo'ladi. Bu YouTube'ga tegishli. Lekin Instagramga keladigan bo'lsa, Instagramda siz stories va reelslarni har kuni qo'yib borishingiz kerak. Va bular ham sifatli, ham foydali, ham получается siz stabilni qo'yib borishingiz kerak. Shundagina siz tezroq o'sasiz. Agar siz bir kun qo'yib, bir kun qo'ymasdan, oradan bir oy o'tib, 2 hafta o'tib, yana qayta qo'yib, mana shunaqa o'ynatib yuradigan bo'lsangiz, natijaga chiqishingiz deyarli imkonsiz bo'ladi. Chunki Instagram doimiylikni yaxshi ko'radi. Shuning uchun stabillikka katta e'tibor berishingiz kerak. Shuning uchun ham men doim maslahat beraman, o'zingiz uchun content plan tuzib oling. Ya'ni zametkaga kiringda, bugun nima content qo'yasiz, hammasini sanalari bilan yozib chiqing va oldindan 5-10 tasini syomka qilib qo'ying, tayyorlab qo'ying, montajlari bilan qilib, maza qilib qo'yib yuraverasiz. 9-si esa bu raqobatchilardan ilhom olish. Ya'ni bizda ko'pchilik mana shu narsaga juda ham jiddiy qaraydi. O kimdandir ko'chiribdi, kopiya qilibdi degan negativlar bo'ladi. Lekin aslida hamma bir-biridan ko'chiradi. Agar siz hamma kontentni o'zim o'ylab topaman, ideyalar qilaman, noldan yarataman desangiz, siz tezda выгораниеga tushib qolasiz. Ya'ni ertayin bir hafta, 2 haftadan keyin blog yuritishni просто tashlab yuborasiz, to'xtatib qo'yasiz. Hamma bir-biridan ko'chiradi va bu yaxshi, yomon tarafi yo'q. Masalan, ijodkorlar ichida bitta gap bor. Misol uchun, yaxshi rassom o'zi o'ylab topib o'zi chizadi. Lekin buyuk rassom ko'chiradi degan gap bor. Ya'ni xuddi shunaqa o'rtoqlar, nimadirlarni siz kimdandir olishingiz mumkin, ilhom olishingiz mumkin. Siz o'sha narsani o'zingizning sohangizga to'g'irlab turib, unikidan ham yaxshiroq qilib, uni xatolarini bartaraf etgan holatda olib chiqadigan bo'lsangiz, bu yana ham zo'rroq natija beradi. Hamma aslida bir-biridan ko'chiradi. Amerikadan Rossiyaga ko'chiradi, Rossiyadan Qozog'iston ko'chiradi, biz Qozog'istonni ko'chiramiz. Shunaqa aylanib yuraveradi bu narsa. Noldan o'ylab topadigan insonlar juda ham kam. Bu narsa uchun sizlarga maslahatim, o'xshash sohada muvaffaqiyatli bo'lgan raqobatchilarni tahlil qiling. Masalan, siz SMM sohasida ishlayotgan bo'lsangiz, SMM sohasida blog yuritayotgan insonlarni kuzating. Meni kuzating, boshqasini kuzating. Biz nima qilyapmiz, qanaqa kontentda qo'yamiz, shu narsani o'rganib boring. Lekin hech qachon biriga bir ko'chirib qo'ymang. Naprimер, men nima mavzuda gapirsam, siz ham o'sha mavzuda gapirib, men qanaqa fonda o'tirgan bo'lsam, siz o'sha fonda o'tirib, bunaqa narsalar qilib qo'ymang. O'zingiznikini moslashtirib qilishingiz mumkin. Uchinchisi, ular qanaqa post va usullardan foydalanayotganini doim kuzatib boring. Misol, reels qo'yaptimi, karusel qilyaptimi, qaysi biri ularda yaxshi ketyapti, qaysi biri trendda bo'lyapti. Mana shu narsalarga e'tibor bering va o'zingizga mos unikal uslubingizni toping. Ulardan kelib chiqib har bittasinikini analiz qilib, o'zingizni ham unikalligingizni toping. Chunki har bir inson bu noyob bitta shaxs. Hamma bir-biridan farq qiladi va aynan o'sha noyobligingizni Instagramda ham yoritib berishingiz kerak. 10-si, auditoriyani ko'paytirish uchun reklama integratsiyalarini amalga oshiring. Blogerlar bilan hamkorlik qilishingiz mumkin, target reklamalardan foydalanishingiz mumkin. Faqat bunaqa reklamalar qilayotganda to'g'ridan-to'g'ri o'zingizni maqtab chiqmang yoki tam agar sizga misol SMM sohasi qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling, bunaqa narsalar bilan qilmang. Imkon qadar odamlarga ularga qiziq bo'lgan narsalarni bering. Ularni qiynayotgan savollarga javob bering. Misol uchun, qanaqa qilib SMMda mana daromadga chiqsa bo'ladi? Qanaqa qilib odam nol bilim bilan kompyuter, telefonsiz o'rgansa bo'ladi? Odamlarga qiziq narsa. O't mana shunaqa mavzularni olib chiqing va odamlar ko'radi haqiqatdan unaqa videolarni. 11-siga keladigan bo'lsa, endi eng asosiysi auditoriyangizga bepul qiymat bering. Mutaxassisligingiz bo'yicha bepul video darsliklar chiqazing, o'zingiz sohangiz bo'yicha. Masalan, doktor bo'lasizmi, trader bo'lasizmi, dizayner bo'lasizmi yoki tam menga o'xshab SMM mutaxassisimi, har xil checklistlar, gaydlar berishingiz mumkin, misol sohangiz bo'yicha. Jonli efirlar qilib berishingiz mumkin Instagramda, Telegramda, YouTube'da. Men ham juda ko'p mana shunaqa narsalar qilib turaman. Mana shunaqa meni bepul darslik qilishni ham yaqinda yo'lga qo'ydim. Bu hammasi birinchi navbatda sizni auditoriyangizni sizga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. Ikkinchidan, sizni mutaxassisligingizni yaqqol ko'rsatib beradigan juda ham yaxshi instrumentlardan bittasi.
Mana o'rtoqlar, sizlar bilan shaxsiy brendni qanaqa qilib noldan ketma-ketlikda qurishni o'rganib oldik. Endi qanaqa qilib men o'zimni sohamda shaxsiy brendga murojaat qilib daromadga chiqishim mumkin degan savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar men sizga ushbu aytganlarimni ketma-ketlikda har birini bajaradigan bo'lsangiz, o'zingiz ham qanaqa qilib daromadingiz oshganini bilmay qolasiz. Ko'pincha shaxsiy brendda sotuvlar bu ishonch asosida sotiladi va ikkinchi ustuni bu ekspertness, ya'ni mutaxassisligingizni bilgandan keyin sotiladi. Odamlar sizga ishonsa, shaxsiyatingizga, ekspertligingiz yetmayapmi, shunchaki o'zingizga ishonsa va undan keyin sizni mutaxassisligingizni bilsa, mana shu narsa ikkitasi qo'shilgandan keyin bu yengilmas kuchga aylanadi. Va mana shu ikkita narsa orqali siz xohlagan narsangizni sota olasiz. O'ylaymanki, o'rtoqlar, sizlarga ushbu darsimiz tushunarli bo'ldi. Agar oldingi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz, sizga maslahatim, hoziroq bu darsdan keyin oldingi 6 ta darsimizdan ko'rib chiqing. Mana shu 8 ta SM bo'yicha darslarni agar to'liq ko'radigan bo'lsangiz, siz SM sohasini xudo xolasa noldan o'rganib, daromadga chiqa olasiz. Asosiy harakat shu yog'i sizdan qoldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.